Assalomu alaykum. Gruppadoshlar, kanaldoshlar, mana xudo xolasa keyingi ishimizni ham xatir bo'ldik. Bu galgi ishimiz Toshkent shahrida bo'ldi. Xudo xolasa Hasanboyda. Bo'pti aka, xo'p, sog' bo'l. Kaziruklar oqqonma kiri. Odgina balkonchasi bor. Buni ham turgohim olib ketib xudo xolasa. Darvozaxonamiz. Hamma joy oq bo'ldi. Gullar arkafon. Kichkina joyiga svet tushadi. Ichida 4 ta chiroq bor, xudo xolasa. Meni rasmga olib qo'yasan, ha? Mana xudo xolasa. Ma'qul keldimi, ina? Sizga yoqdimi? Menga yoqdi. Ko'zim ko'rmaydi, ko'rmasa ham yoqdi.